O'zbekiston taekvondo ITF terma jamoasi esa 7-11 oktyabr kunlari Xorvatiyaning Porech shahri mezbonlik qiladigan jahon chempionatiga tayyorgarlik ko'rishmoqda. O'quv mashg'ulot yig'inlari 5 bosqichdan iborat bo'lib, uning dastlabkisi may oyidayoq boshlangan edi. Ana shu tayyorgarlik jarayonlari davomida 31 nafar sportchi saralab olindi. Ma'lum bo'lishicha, jahon chempionatida ishtirok etish uchun 52 davlatdan 2000 nafarga yaqin sportchi ariza topshirgan. Musobaqalar 3 ta yosh toifasida tashkil etilgan. Unda 13-15 16-18 hamda 19 yoshdan yuqori bo'lgan yakkakurashchilar o'zaro raqobatga kirishadi. Tarkibda Said Amir Said Ahmedov, Abdullo Erkinov, Abduazim Solihov, Nodir Nig'matullayev, Azamat Baratov, Darina Petrova hamda Dana Tsoy kabi amaldagi jahon chempionlari ham bor. Bu musobaqaga biz 1 yildan beri tayyorlanib kelyapmiz. Hozir birinchi bo'yim Ruminiya davlati bilan bo'ladi. Agar yutsam, keyingisi Kanada bo'ladi. Va ularni o'tgan yilgi jahon chempionatlaridan tushgan bo'ylarini ko'rib, o'rganib, xudo xolasa yutishga harakat qilaman. Terma jamoamiz murabbiylarining ta'kidlashicha, sportchilarimiz bo'lajak musobaqalarga tayyorlar. Ularga bellashuvlarda omad yor bo'lishini tilab qolamiz.